Mana shu 2 qavatli korobka uyimiz 128 ming dollarga sotuvga chiqdi. Dodam, orientirimiz mashina bozor, ro'parasidagi mahalla Bobur mahalla bo'ladi. Bilasiz, yaxshi mahalla hisoblanadi. Hamma kommunikatsiyasi bor. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyani hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. O'zi bu mahalla uchun 128 ming dollar juda ham yaxshi narx deb o'ylayman. Lekin fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Qarang, uyimizdan yer maydoni 2,5 sotik, 2 qavat, 7 ta xona 100% pishgan g'ishtdan qurilgan ekan. Planirovkasini ham hozir ko'rsataman sizga. Xo'rosmi, darvozaxonani kattaligini qarang. Ikkita binoyimiz bor. Bir qavatli bino, 2 qavatli bino. Ko'rasizmi, dodam? Mehmonxona, oshxona 2-qavatga chiqishimiz. Mana ro'parada esa bitta mehmonxona, bitta yotoqxona va sanuzel qilib qo'yishgan ekan. Uyimizning ko'rinishi. Planirovkasi ham zo'r-ku, to'g'rimi? Narxi 128 ming dollar, lekin kelib savdolashib, yanada arzonroq qilib olsangiz bo'ladi. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizni esa kutib qolamiz. Rahmat.